Arteta o'z jamoasining taqvimi va Chempionlar Ligasi yarim finalining ikkinchi juftligi haqida fikr bildirdi. PSG Bavariya uchrashuvi ehtimoliy ikki jamoaning darajasi va ayniqsa futbolchilarning individual mahoratidan kelib chiqib aytsak, men ko'rgan eng yaxshi o'yin bo'ldi. Bunga o'xshashini hech qachon ko'rmaganman. Biroq futbolchilarning maydondagi vaqti va ulardagi tetiklikka qarasam, bundan ajablanmayman. Bunday sifatni namoyish etish uchun juda tetik bo'lish kerak. Ligalar va o'yin uslublari o'rtasidagi farq esa xuddi kun va tundek. Buni yaqinda paydo bo'lgan ko'plab statistik ma'lumotlardan ham ko'rish kifoya. Biz ikki xil dunyoda raqobatlashyapmiz. Shuning uchun kontekstni hisobga olmasdan taqqoslash mumkin emas. Bu adolatdan deb o'ylamayman. Biz faqat bitta o'yinga e'tibor qaratishimiz mumkinligini bilamiz va bu o'yinning o'zi yetarlicha qiyinchiliklarga to'la. Shuning uchun boshqa narsa haqida o'ylash mutlaqo foydasiz. Futbolchilarning reaksiyasi shunday. Hozir Fulham, yana Fulham va yana Fulham. Ular buni bilishadi. Ularda Atletico bilan o'yinga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt bo'ladi va shundan so'ng o'yinlar orasidagi tanaffuslarimiz ko'payadi. Qisqa tanaffuslardan iborat ushbu maxsus davrda faqat Fulhamga diqqatni qaratish kerakligini bilamiz. Qolgan hammasi haqida keyin qayg'uramiz, dedi Arteta.